Premium klassdagi MRS video registratorlarimizda kolleksiyada kelgan hozir tushiryapmiz. Xo'p, bu registratorlarimizda обновленный versiyalarida fleshkasi o'zidan chiqyapti. 3 ta kameraligida 64 GB, 2 ta kameraligida 30 GB fleshka komplektida bo'ladi. Hozir mana 2 ta kamerali MRS 3 ni ochganmiz. Registrator fleshkasi ichida turibdi. Xo'p, GPS bo'ladi. Tezlikni aniqlaydi, operativ qila oladi hamda video zapis qayerda bo'lganini ko'rsatib berish uchun kerak. Xo'p, orqa kamera provodkasi bilan birga pitaniyasi. Pitaniyalari ham yangicha Type-C bo'ladi bularda. Bilsanglar, mana o'rnatish uchun kerak bo'ladigan plastmassa qoshiqlari ham bor komplektida. Mana shunaqa registratorlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar. Ustanovkalari bilan mana shu oq korobkaligini 950 ming so'm 3 ta kamera bo'ladi. Bunisi qizili MRS 3.7, 2 ta kamera bo'ladi, slipoy zonasi bo'ladi, fleshkalari komplekt. Bunisini 850 ming so'm ustanovkasi bilan qilib beramiz. Mana shu Cobalt avtomobilimizga ham o'rnatamiz. Bu Cobaltimizga premium klassdagi MRS 3.7 video registratorimizni o'rnatib berdik. Hozirgi bundan oldingi registrator bilan kashifasini o'zlari uchun solishtirasizlar. Oldi kamerasi 4K da zapis qiladi, orqa kamerasi Full HD mana qaranglar. Tana ko'rsatadi. Yana yurgan vajlaniya paytida, qorong'i paytlarda orqadan mashinalar farasi tushsa ham bu ginat qilmasdan to'ch ko'rsatib beradi. Maza haydasizlar. Xo'p, mana oldi kameralar 4K, orqalari Full HD bo'ladi. Umniy rejimlari bor, slipoy zonalari ishlaydi. GPSlari ham bor. Qaranglar, mana umniy rejimga kirib, slipoy zonalarni aktiv qilib qo'ysak bo'ladi. O't ido ishlayveradi, xudo xolisa. Xo'p, GPS bor, tezlikni aniqlaydi. Yana telefondan prilojeniyani ulab qo'ysa, bemalol video zapis qayerda bo'lganini ham ko'rsa bo'ladi. QR kod orqali aniqlanadi. Fleshkasi ichida komplekt chiqadi. Mana shunaqa premium mahsulotlar грамотный установка qiziq bo'lsa, Maxtuning murojaat qilasiz. Narxiga to'xtalib o'tdik. 2 ta kameraligi 850 ming so'm, 3 ta kameraligi 950 ming so'm ustanovkasi bilan birga.